Mehmoni oshxonamizda turibdilar. Iffatli kelin o'quv markazi o'qituvchisi Feruza Shermuhammedova. Ular bugun bizga qovoqli taomlar tavsiya etmoqchilar. Qanday taomlar ekanligi haqida suhbat paytida albatta bilib olishingiz mumkin. Assalomu alaykum Feruza opa, xush ko'rdik sizni. Turimiz davom etadi. Oydin hayot live oshxonasining bugungi bekasi Iffatli kelin o'quv markazi o'qituvchisi Feruza Shermuhammedova bo'ladilar. Assalomu alaykum. Feruza opa, bugun sizni ko'rib xursand bo'ldim. Ochig'i shaxsan o'zim ancha bo'ldi dasturimizga kelmaganingizga va bugun mavsumiy mana qovoqdan chiroyli bir qancha yeguliklarni tayyorlab qo'yibsiz. Keling, bir boshdan boshlasak, nimalar tayyorladingiz? Qanday tayyorlanadi? Avval boshidan qovoq haqida ozgina ma'lumot bermoqchiman. Nima sababdan qovoq mahsulotlarini tayyorlaganimni aytaman. Mavsumiy mahsulot bo'lgani uchun aynan kuz oylarida barcha rastalarda, do'kon rastalarida, bozorlarda ko'paya boshlaydi. Lekin ko'pchilik menimcha bilmasa kerak, buni foydasi ko'pligini, qimmatbaho elementlarga, vitaminlarga boyligini ham ko'pchilik menimcha bilmaydi. Shuning uchun bir boshdan aytib beraman qovoq haqidagi ma'lumotni. Qovoq juda ham nafaqat ozuqaviy mahsulot, uni ichida mikroelementlar, vitaminlar va tana uchun barcha kerakli bo'lgan ozuqaviy moddalar ham bor. Bundan tashqari vitaminlar manbai hisoblanadi. Ayniqsa A vitamini, B, C, K, T, PP vitaminlari, undan tashqari immunitetni oshiruvchi va hazm qilishni yaxshilovchi vitaminlardan B gruppa vitaminlari, B1, B2, B5, B6 vitaminlarini o'zida saqlaydi. Bundan tashqari minerallarga boy, ya'ni kaliy, kalsiy, magniy, fosfor, rux, mis, mana shu minerallar ham aynan qovoq tarkibida bor. Endi bu qanday ta'sir qiladi odam organizmiga va qanday holatlarda buni ko'proq iste'mol qilish mumkin emas, bu zararli taraflari ham bor ekan. Qovoqni sevib iste'mol qiluvchilar shifokor bilan maslahatlashgan holatda aynan bir xil kasalliklarda mumkin emas, ya'ni bu nima desam bo'ladi, oshqozonda yarasi bor bo'lgan kasalliklarda yoki o'ta kislotasi yuqori bo'lgan gastritlarda yoki past bo'lgan gastritlarda ham yana qand miqdori bor insonlar ham shifokor bilan maslahatlashgan holatda iste'mol qilishlari kerak. Lekin qanday tayyorlanishidan qat'iy nazar bu vitaminlar qoladi? Vitaminlar qoladi, ayniqsa sharbatida shakar miqdori saqlamas ekan. Boshqa mevalarga nisbatan, boshqa mevalar shakar miqdorini saqlab qolsa, sharbatda, qovoqda deyarli shakar bo'lmas ekan. Ayniqsa parhezbob deyman, parhezbob va hozirgi global muammo vazn oshishi, mana shuni ko'pchilik bilmasa kerak. Qovoq juda ham kam kilokaloriya saqlaydi. Masalan, 100 gram qovoq iste'mol qilsangiz, 25 grammgina kilokaloriya o'zida olar ekan. Bundan 1% oqsil, 0,1% yog' va 4,4% uglevodlarga teng kelar ekan. 100 gram ichida. 100 gram ichida aynan parhezbob va vaznni kamaytirish xususiyatiga ham ega. Antioksidant deymiz, sababi teridagi zararli moddalarni ham o'zidan chiqarib tanani tozalashda va terini yosh ko'rinishida ham yordam berar ekan. Nutritsiologiyaga oid tavsiyalar ham bo'lar ekan bugun. Qarang. Juda ham ko'p ma'lumotlarni olyapmiz. Ayniqsa qovoq iste'mol qilganda, qovoq organizmga kirganda A vitamini ishlab chiqarar ekandik. Shunda ko'z kasalliklarida ham, erta kataraktani oldini olishda ham va yorug'likni yaxshi qabul qilishda ham juda katta yordami bor ekan. Ayniqsa mana hozir kuzgi mavsumda albatta har kuni iste'mol qilib turish kerak bo'ladi, immunitetni oshiradi eng avvalo. To'g'ri, saraton hujayralariga ham qarshilik ko'rsatadi. Buni hozirgi paytda turli xil ko'rinishda iste'mol qilish mumkin. Mana hozir ikki xil qovoq turibdi-da. Qanaqa pishirdingiz? Mana shu ikkalasini farqi qanaqa? Qasqonda pishirdingizmi? Bunisi qasqonda pishirildi, bunisi esa nima, duxovkada asal bilan qo'shib Qaysi biri duxovka? pishirilgan. Bumi? Desert hisobida. Yo'q, mana bu duxovka. Bunisi yo'q, bunisi qasqonda parlab pishirildi. Falga qog'oz o'radingizmi, yo'qmi mana shunda? Ustini o'ziga yopdingiz. Ozgina suv solasizmi tagiga? Ozgina suv, ozgina asal va kam miqdorda shakar qo'shamiz. Shakar yog' ham bor ichida. Asalni qovoq pishgandan keyin qo'shdingizmi yo oldinmi? Yo'q, qovoq pishgandan keyin. 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 Yeb ko'rsam mayli?
Albatta, yeb ko'rish shart va mana shu yerda pirog turibdi. Qovoqli pirogmi bu? Qovoqli pirog bolajonlarimizga qancha vitaminlar bor desanglar, ular iste'mol qilishga birozgina to'sqinlik Odatda biz yosh bolalarga qovoq yedirishimiz biroz qiyin. qiyinroq. Shuning uchun buni pirog holatida yoki bunaqa shirinlik holatida iste'mol qilish mumkin. Nima bor dedingiz? Asal bor dedingiz. Asal bor, shuning uchun shirin. Shunaqa shirin ekan. Bu desert hisobida. O'zi qovoqga qanaqasiz, Akmal? Mana Odatda. to'g'risini aytaman, qovoqni yaxshi ko'rmas edim bolaligimda, lekin hozirgi yoshga kelib juda ham yaxshi ko'rib qoldim. O'sha qovoqli somsani umuman yemasdim. Uyda tayyorlansa, hozir juda ham maza qilib iste'mol qilaman. Issiqligida ayniqsa juda mazali. Lekin bu o'sha qandli diabeti bor odamga tavsiya etilmaydi-da. tavsiya etilmaydi. Va oshqozonida Oshqozonda yarasi bor, borlarga. kasalligi tavsiya etilmaydi. Tushunarli. Va hozir mana qovoqni urug'i ham turibdi. Yoningizda, menimcha bu haqda ham alohida aytmoqchisiz. Juda Alohida foyda u ham. aytmoqchiman. Juda ham foydali qovoq urug'i, ayniqsa yurak qon tomirida muammosi bor bo'lgan bemorlarga ayniqsa foydasi katta. Yurakda qon tomirlarini kengaytirishda va qon aylanishini yaxshilashda juda katta yordam beradi. Shuning uchun qovoqni iste'mol qilganda, ayniqsa bolalarda parazital kasalliklar bo'lsa, u holatda ham buni quritgan holatda ichidagi urug'ini Buni duxovkada quritib olganmisiz? birozgina quritib olib yoki ozgina tuz qo'shib ham quritsa bo'ladi. Aynan bolalar bemalol iste'mol qilish uchun. O'sha bemalol buni o'sha skоворodkalarda ham Skоворodkada ham bitta qilsa bo'lsa bo'ladi. bo'ladi, bitta Ha, qovurib bo'ladi. olib. Quruq skоворodkada. mana hozir biz qovoqli taomga ko'proq e'tibor beryapmiz, lekin mantini ham ko'ryapman. Bu o'sha o'zimiz bilgan qovoqli mantimi? Qovoqli manti? Qovoqli manti, qovoqli somsa, Bu lekin qovoqliga o'xshamayapti bu. Qovoqli rulet. rulet, qovoqli rulet. Va mana shu bu shirinlikmi? Bu shirinlik bolajonlarni qiziqtirish uchun shirinlik tayyorlab ularga juda katta qiziqish bilan yeyishadi. Rahmat Feruza opa, ochig'i juda mavsumbob tavsiyalar bo'ldi. Albatta, bugun mana ko'rib turibsiz, Zoydin Hayot Live oshxonamizda qovoqli taomlardan menyu ajoyib. Kuz mavsumi uchun to'g'ri aytingiz, kuz mavsumi uchun juda ham foydali bo'lgan mahsulotlar. Albatta, uy bekalarga tavsiya etamiz har kuni qovoqli taomlarga e'tiborli bo'lishlarini. Albatta. Azizlar, shu o'rinda musiqalar yangrayapti. Bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetib boryapti. Feruza opa, bugungi ishtirokingiz uchun sizga rahmat aytamiz. Yana studiyamizda kutamiz. Va buguncha xayrlashamiz. Omon bo'ling. Xayr.